Bu har bitta harakati, siyosati orqasida albatta manfaatlar bor. BMTni oladigan bo'lsak, ishonch yo'qolgan. Diplomatiya oldida xuddi bir o'ziga xos trigger vazifasini bajaryapti. Kim bunga aralashadigan bo'lsa, albatta yo u tomon, yo bu tomonga qarshi bo'lishi mumkin. Hal qilinmaydigan vaziyatlar, chorasi yo'q vaziyatlar ham bo'lgan. Nima uchun sizlar oldindan tayyorlanib faqat bitta variantga tayyor bo'lgansizlar? Yo sizlar zaifsizlar yoki bu yerda boshqa qanaqadir ma'nosi bor. Yana qaytadan diplomatlarning roli juda ham katta, chunki bular bizning vakillarimiz xorijda. Hujjatsiz qaytadigan bo'lsak, bu oxirgi bizning kunlarimiz bo'ladi. Kim o'sha aktorlar? Mana shu o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan bizning vatandoshlarimiz. Rossiya bilan 0 degan shartnoma imzolaganmiz. O'sha yerda hamma qarzdorlik bo'ladimi yoki boylik bo'ladimi Rossiyaga o'tib ketgan. Inson tug'ilganda diplomat bo'lib tug'iladi, lekin keyin faqat kasb sifatida uni balki rivojlantirish mumkin, lekin inson oxirigacha diplomat sifatida deylik hayot kechirishi shart. Assalomu alaykum. Diplomat podkasti kuzatuvchilari, navbatdagi ko'rsatuvimiz efirda. Bugun biz podkastimiz uchun mavzu qilib diplomatiya mavzusini tanladik. Nimaga aynan shu mavzuni tanladik? Chunki bugun xalqaro keskinlik nihoyat kuchaygan bir davrda mavjud muammolarni diplomatik siyosiy yechimini topish nihoyat muhim vazifadir. Umuman geosiyosiy turbulentlik, xalqaro huquq normalarining mutlaq ishlamayotganligi, jahonning turli burchaklarida yangi harbiy nizolar, savdo urushlari kelib chiqayotganligi bugun diplomatlardan o'ta professional mahorat, kreativ yondashuv va faollikni talab qiladi. Shu bilan birga bugun diplomatlar sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar, kiber xavfsizlik, ekologik, energetik xavfsizlik, axborot urushlari kabi yangi chaqiriqlar bilan to'qnashmoqdalar. Aksariyat ekspertlarning fikriga ko'ra, sun'iy intellekt oxir oqibatda diplomatning o'rnini bosa olmasa-da, yordamchi mexanizm sifatida ular faoliyatini sezilarli ravishda o'zgartirishga qodir. Xo'sh, bugun xalqaro munosabatlar tizimi o'z boshidan katta sinovlarni kechirayotgan tahlikali zamonda diplomatiya oldida turgan vazifalarni nechalik samarali bajarmoqda? Katta urushlar oldini olish, xalqaro keskinlikni yumshatishga diplomatlar qanchalik qodir? Yangi tahdidlar, yangi chaqiriqlarga javoban diplomatlar qaysi bilimlarni egallashlari, qaysi ko'nikmalarni hosil qilishlari lozim? Umuman 21-asr diplomatiyasi qanday bo'lishi kerak? Mana shu mavzuda suhbat qilish uchun biz bugun studiyamizga taniqli diplomat, turli yillarda Germaniyada, Yaponiyada, Belgiyada, Buyuk Britaniyada, O'zbekiston Respublikasining elchisi bo'lib ishlagan, bizning universitetimizda maslahatchi lavozimida faoliyat yuritayotgan, dars berib kelayotgan hurmatli Alisher aka Shayxovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Alisher aka, xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Alisher aka, hech mubolag'asiz siz bugungi kunda O'zbekistondagi taniqli, tajribali, katta maktabni o'tagan diplomatlardan biridirsiz. O'zingizni faoliyatingiz davomida siz ko'plab tarixiy voqealarni shohidi bo'lgansiz, ko'plab ziddiyatli vaziyatlarga duch kelgansiz, ko'plab masalalarni hal qilgansiz. Umuman diplomat kasbini, past balandini, uni oldida turgan vazifalarni juda ham yaxshi bilasiz. O'ylaymizki, bugungi kunda siz bilan mana shu podkastda uchrashuvimiz bizani talaba yoshlarimiz uchun diplomat kasbini, sir asrorlarini bilish uchun bir yaxshi imkoniyat. Keling suhbatimizni avval bir og'irroq mavzudan, u ham bo'lsa hammani diqqat e'tiborida turgan shu bugungi kunda AQSh, Isroil va Eron o'rtasida kechayotgan urush tahlilidan boshlasak. Ming afsuski, Yaqin Sharqdagi vaziyatni tahlikali holatga keltirgan bu urush davom etmoqda. Uning ko'lami kengayib bormoqda, qurbonlar soni ko'payyapti. Umuman uni nihoyasi ko'rinmayapti.
Mana bu sharoitda urushni to'xtatish uchun xalqaro jamiyat tomonidan ham sezilarli diplomatik faoliyat ko'rsatilmayapti. Go'yoki hamma tomoshabin bo'lib turishni afzal ko'rayotgandek. Aytingchi, bu sustkashlikning sababi nima? Umuman olganda bu urushni siyosiy diplomatik yechimi bormi? Qanday choralar qilib bu mana shu vaziyatni to'g'rilash kerak? Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan bu juda ham dolzarb masala. Endi birinchi navbatdan bir qaraydigan bo'lsak, albatta bu qanaqadir yangi vaziyat, lekin tarixga qaraydigan bo'lsak, albatta takrorlanadigan narsa. Afsuski, chunki hal bo'lmagan deylik muammolar hali olamda juda ham ko'p. Lekin birinchi navbatda eng asosiy shu xalqaro munosabatlarni qoidalarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu har bitta harakati, siyosati orqasida albatta manfaatlar bor. Lekin bugungi kunda endi har bitta mamlakat o'zi milliy manfaatlarga e'tibor berib, o'zining siyosatini ham shakllantiradi, ham uni joriy etadi. Albatta har bitta mamlakatda o'zini manfaatlari boshqalarga o'xshamagan manfaatlari bor va bugungi kunda bu iqtisodiy manfaatlar juda ham ustuvor deb hisoblanadi. Ironga qaraydigan bo'lsak yoki arab mamlakatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu juda boy mamlakatlar. O'zi asli oxirgi inqiroz muomalaga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta qayerda bo'layotgani, Venezuela oladigan bo'lsak, Iron oladigan bo'lsak, Liviya yoki Iroq, bu hamma mamlakatlarda albatta neft, gazga boy mamlakatlar. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, albatta bugungi kunda o'zi davr juda ham ancha o'zgargan. Bu noaniqlik davr deb hisoblasak bo'ladi. Chunki bir olam, menimcha, shu strategik bir o'zgarish nuqtasiga yetib borgan. Sababi oldin ikkita blok bo'lgan bo'lsa, uni ikkita blok orasida tegishli qoidalar kelishilgan holda amalga oshilardi. Bugungi kunda bu narsa yo'q bo'lgandan keyin mana shu beqarorlik vaziyat paydo bo'ldi. Geosiyosiy turbulentlik deb atashadi. Shunaqa. Lekin eng asosiy muammo bu xuddi shu yo'l harakatiga bir o'xshagan narsa. Oldin yo'llarni kim bilgan bo'lsa, lekin har bitta deylik mamlakat o'zini manfaati asosida yo'llarni olib borgan bo'lsa, baribir ular bitta chorrahaga kelgandan keyin o'sha yerda qoidalar asosida yo'l xaritasini deylik tashkil qilsa bo'ladi yoki yo'lni topish mumkin edi. Lekin bugungi kunda qoidalar ishlamayapti. Ilgari masalan eng shu taniqli tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar, bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki savdo xalqaro tashkilotlari va boshqa tashkilotlar, hududiy tashkilotlar ham hammasi deylik bugungi davrda xalqaro arbitr bo'lishga qudrat yetmayapti. Shuning uchun bunaqa sharoitda albatta har bitta yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bugungi kunda mamlakatlarning orasidagi bir-biriga ta'siri nihoyatda kuchli. Shuning uchun albatta birorta xato harakat qilinadigan bo'lsa, bu juda ham katta ta'sir va noma'lum oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun albatta shu bir nechta, bu ham buni yana bitta faktorga e'tibor berishimiz kerak. Nima uchun noaniqlik paydo bo'lmoqda? Nima uchun hech kim masalan mana shu urushga aralashmasdan diplomatik harakatlar xalqaro maydonida ko'rinmaydigan bo'lmoqda? Chunki BMTni oladigan bo'lsak, ishonch yo'qolgan. Ichki tizim ishlamayapti.
bu hozir bir diskussion klubga aylanib, lekin qarorlarni qabul qilayotganda oldindan ma'lumki bu qarorlar ishlamaydi. Ishlamaydigan qarorlarni qabul qilish albatta bu vaqt ketkazish, shunga qarab lekin boshqalarga imkoniyat berish, noqonuniy harakatlarga amalga oshirishga. Bu hozirgi vaziyat. Bu men uni deylik shu oraliq davr deb hisoblayman, chunki eski tizim hali oxirigacha buzilmagan bo'lsa, yangi tizim hali xalqaro tizim yaratilmagan. Shuning uchun bir qutbli deylik tizim ko'p qutbli tizimga aylanishi kerak. Bu hammamiz buni tushunamiz. Bu ham tegishli mamlakatlar buni harakat qilmoqda, lekin juda ham katta masala yana qaytadan kim bunga aralashadigan bo'lsa, albatta yo u tomon yo bu tomonga qarshi bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta xavfli deylik tomonlar juda ham ko'p. Neytral mamlakatlar deganimizda albatta bu neytral mamlakat emas. Chunki bir yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, arab mamlakatlari deylik mana Qatar yoki Emiratlar yoki Oman, Bahrayn boshqa mamlakatlar hozir harakat qilishyapti. Mana shu deylik inqirozlarni bartaraf qilishga. Ularni deylik bir arbitr sifatida qanaqadir o'rinni topishga, xalqaro tashkilotlarning o'rnini bosishga harakat qilishmoqda. Lekin bu uchun albatta bu ishonch bo'lishi kerak. Bundan tashqari albatta katta bir kuch kerak bunga. Chunki arbitr bo'lish va nazorat qilish va deylik tavsiya berish bir narsa, lekin qaror qabul qilishga majburlash bu boshqa narsa. Afsuski bugungi kunda mana shunaqa taniqli xalqaro tashkilotlar yo'q bo'lgani uchun, bundan tashqari bor tashkilotlar ular bugungi kunda islohotga talab bo'lgan islohotlarni olib bormayotgani uchun albatta mana shunaqa vaziyat hozir vujudga kelgan. Albatta har bir urush baribir o'zini bir oxiri bor. Va har bitta urushdan keyin albatta tinchlik bo'ladi. Chunki ko'p muammolar bu siyosatga tegishli. Bu tegishli mamlakatlarni, lekin deylik qanaqadir bloklarni siyosatlari, lekin oxiri xalq o'zini yo'lini baribir topadi. Qaysi mamlakat bo'ladigan tashqi qaraydigan bo'lsak tarixga, albatta urushlar oxiri tinchlik bilan tugagan bo'lsa, lekin ba'zi urushlar albatta ko'rinmaydigan bir qanaqadir ta'sir qoldirgan. Bu deylik ko'rinmaydigan inqirozlar, elementlar qolib ketgan. Bizilmaydigan. Mana shu muammolar albatta kelajakda yana qaytadan tiklanib, yana qanaqadir inqirozga olib kelishi mumkin. Buni oladigan bo'lsak, masalan, misolni bu Iroq va Iroq urushi bu 90-yillarda. O'shanda ham masalan oxirgi masala hal bo'lmagan uchun tinchlik deylik, barqaror tinchlik oxirgacha bo'lmagani uchun albatta keyin yana qaytadan shu muomala Iroq masala ko'tarilgan. Bu yerda ham mening fikrim bo'yicha, bu yerda ham shunga o'xshagan baribir qanaqadir bir kompromissga balki kelishsa bo'ladi, lekin chunki diplomatiya mana hozir aytganingizda masalan u ko'rinmayapti, to'g'ri. Bu chunki har bitta diplomatiya o'zi ikkita tomoni bor. Bittasi ko'rinadigan, bu xuddi oyna ko'rinadigan tomoni va oyna ikkinchi tomoni bor. Yaponiyada bitta gap bor. Tatimay va xone degani. Tatimay degani biz shu tashqarida ko'rinadigan narsa. Biz hozir faqat tatimayni ko'ryapmiz. Tashqarida bo'layotgan narsalar. Lekin uni orqasida juda ham katta bir ishlar olib borilmoqda. Albatta eng yirik mamlakatlar orasida baribir diplomatiya yo'llari bilan masalani hal qilishga harakat qilishmoqda. Uchinchi bor tomon bu kichik mamlakatlar.
ular siz aytganingizdek masalan tashqaridan shu masalaga e'tibor berib, lekin ularni ham shu ikkita tomon o'zlarini deylik lagerga jalb qilishga harakat qilishadi. Mana shu eng katta, eng xavfli tomon. Chunki Ozarbayjon va Armanistonni bir misolini oladigan bo'lsak, o'shanda qancha tashkilotlar bilan bu masala bo'yicha muhokama qilingan, qancha deylik davlatlar aralashgan. Oxirida ikkita davlat o'z-o'zini masalasini o'zicha hal qilishdi. Mani fikrim bo'yicha xuddi shu masala bo'yicha hozir yo'nalish boshlanadigan bo'lsa, o'shanda ikkita mamlakat albatta to'g'ri yo'llarni asosida, to'g'ri qoidalarni asosida tinchlik shartnomani tuzishga qaror qilishadi. Juda ham qiziq ma'lumotlarni keltirdingiz. Albatta bugungi kunda biz tomoshabin deb o'ylayotgan yirik davlatlar ham o'zini diplomatiyasini olib bormoqdalar. Biz ko'rmagan holda, ilg'amagan holda o'yinlar ketmoqda, muzokaralar bo'lmoqda, turli kanallar ishga solinmoqda. Albatta bugun go'yoki kuchli bo'lib o'zini ko'rsatayotgan davlatlar ham bu urushni samarasizlikni, bu urushni foyda bermayotganligini, bu urushni cho'zilib ketayotganligini ko'rmoqdalar. Va albatta qandaydir ehtiyotkorona biz o'zimizcha mana shu tinchlik o'rnatilishiga qanaqadir ehtiyotlik bilan umid bildirishimiz mumkin deb meni ham hisoblayman, Alisher aka. Albatta baribir oxirida tinchlik bo'ladi. Chunki bu xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir yangi institutlar tashkil qilinadi. Hammasini faqat vaqt va sabr talab qiladi. Umid qilamiz. Endi xalqaro muammolardan o'zimizni O'zbekiston diplomatiyasiga ham nazar tashlasak. Alisher aka, siz faoliyatingiz davomida mustaqil O'zbekiston diplomatiyasining rivojlanishining turli bosqichlarida ishtirok etdingiz. Bugungi kunda ham xalqaro munosabatlar sohasida o'z faoliyatingizni davom ettiryapsiz. Xuddi ruslar aytadi-ku, bывших дипломатов не бывает degandek. O'sha zaylda bu ishni davom ettiryapsiz. Shu aytingchi, mana shu mustaqil O'zbekiston diplomatiyasi qanday rivojlandi? Qanday yutuqlarga erishdi? Bugun biz ayta olamizmi, O'zbekiston diplomatiyasi maktabi shakllandi deb? Bu yerda an'analar, davomiylik ta'minlandimi? Umuman bu yo'nalishda nima ishlar ham qilishimiz kerak? Rahmat, juda ham qiziq savol, chunki bu masala bo'yicha albatta ko'p muzokara olinmoqda. Chunki birinchidan boshlasak, mustaqil O'zbekistonda albatta diplomatiyani biladiganlar, insonlar bor edi. Chunki baxtimizga tashqi ishlar vazirligi ham bor edi va tegishli sovet paytlarida ham ba'zi sohalarda, masalan, shu adabiyot, bundan tashqari shu kinematografiya sohalarida albatta deylik madaniy siyosat, madaniy diplomatiya ancha yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari O'zbekiston ba'zi deylik mana shu yerda deylik tinchlik makon sifatida o'zini rolini ko'rsatgan. Chunki Hindiston, Pokiston o'rtasida birinchi shu mana shu deylik bitim shu yerda tuzilgan. Shu bilan birga albatta mustaqil bo'lganimizdan keyin yangi bir talablar, yangi imkoniyatlar bilan yangi talablar va chaqiriqlarga duch bo'lib qolganmiz. Birinchi navbatda o'zi mamlakat mustaqil mamlakat sifatida o'zini tan olish deylik jarayonidan o'tgan. Boshqa mamlakatlarni uni tan olishga albatta harakat qilishga ancha ko'p O'zbekiston tomonidan, birinchi prezident tomonidan, hukumat tomonidan, tegishli vazirliklardan ancha ko'p harakat qilinganligiga, mana natijalarga ancha ko'p erishganmiz. Lekin shu bilan birga bugungi kungacha ham masalan ba'zi mamlakatlar bilan aloqa tuzilgan bo'lsa ham, lekin iqtisodiy yoki madaniy, ijtimoiy aloqalar hali rivojlanmagan.
Shuning uchun yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, o'zi shu diplomatiya tarixiga u bir nechta bosqichga uni bir bo'lsa bo'ladi. Birinchi bu deylik mana shu endi boshlang'ich. Boshlanishda albatta bu nafaqat diplomatik korpusi shakllantirish yoki elchixonalarni ochish, endi birinchi navbatda albatta tegishli qonunlarni tayyorlash. Chunki mustaqil, suveren mamlakat bo'lish uchun birinchi navbatda o'z-o'zini mustaqil deb iqtisodiy, siyosiy tomonda mustaqil bo'lishga albatta uni ta'minlash kerak edi. Bu soha bo'yicha bu yo'q iqtisodiy diplomatiyaga juda ham yaqin bir nima deydi, bir elementlari bor. Sabab biz diplomatiya, masalan, bugungi kunda mana shu iqtisodiy diplomatiya deyotganimizda, lekin uni asosida diplomatiya asosida iqtisodiy barqarorlik, siyosiy deylik barqarorlik va tinchligi bor. Bundan tashqari albatta mustahkam ijtimoiy deylik tizim, davlat tizimi tashkillashtirish. Mana shu paytda shu diplomatiya u ham deputatlar bormi, ham deylik tadbirkorlar bormi, o'sha paytlarda ham davlat arboblar, albatta rahbariyatdan boshlab vazirliklar hamma shu jarayonda o'zini hissasini kiritishgan. Tegishli tashkilotlar, vazirliklar endi shakllangan. Bu tashqi ishlar vazirligidan tashqari tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi shakllangan. Bundan tashqari deylik mehnat vazirligida tegishli bo'limlar ochildi yoki madaniyat vazirliklarida o'zining tashqi ishlar bilan shug'ullanadigan bo'limlar ochildi. Ta'lim sohaga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta o'sha yerda birinchi mutaxassislarni tayyorlash boshlashdi. Xudoga shukr, o'sha paytlarda birinchi qadamlardan bittasi bu yangi universitet, xalqaro iqtisodiyot va diplomatiya universiteti tashkil qilingan. Bu juda ham katta shu diplomatlarni tarbiyalashga katta hissa kiritilgan bir institut. O'sha paytlarda albatta domlalar, talabalar, shu o'tda o'qigan talabalar hozir mana diplomat bo'lib faoliyat ko'rsatishmoqda. Albatta juda ham bo'lib professional diplomatlar. Lekin birinchi yillarda bu professional diplomatlar ko'p bo'lmagani uchun albatta shu iqtisodiyotdan, biznesdan yoki davlat tashkilotlaridan, siyosatchilar orasidan deylik eng zo'r mutaxassislarni jalb qilgan holda ularga ishonch bildirib, eng asosiy bu masala ishonch bildirib, bularni mutaxassislikka, bularni mehnat sevarlariga va bularni deylik mana shu diplomat sifatida xorij mamlakatga jo'natilgan. Albatta ikkinchi bosqich bu bizani deylik xalqaro tashkilotlarda a'zo bo'lishimiz. Bundan tashqari mamlakat уже mustahkam turgan deylik o'zlarini poydevorlarni asosida turgan mamlakat sifatida tan olish. Birinchi deylik diplomatik tan olish, ikkinchi iqtisodiy va siyosiy rolni o'ynaydigan mamlakat sifatida uni tan olish mamlakat. Bu ikkinchi bosqichda albatta juda ham ko'p yana qaytadan ichki hujjatlar, xalqaro tashkilotlarni tanlash, kim bilan ishlash, qaysi mamlakat bilan, qaysi masalasida deylik ustuvor yo'nalishlarni belgilash shu paytda albatta aniq bo'lgan. Albatta katta mamlakatlar faqat ikkinchi bosqichda bizga sal boshqa ko'zlar bilan ko'rishni boshladi. Chunki boshida biz sobiq ittifoq mamlakatlari sifatida ularga bilan aloqalar tuzgan bo'lsak va deylik biz sal o'zimizni diskriminatsiya demasak ham bo'ladi-yu, lekin shunga yaqin bir deylik iborani ishlatishga majbur bo'lardik. Lekin ikkinchi bosqichda O'zbekiston taniqli eksport qiladigan, investitsiya jalb qiladigan mamlakat, o'zini siyosiy deylik shu mustaqil siyosatda olib boradigan mamlakat sifatida o'zini ko'rsatgandan keyin albatta uchinchi bosqichga qadam qo'yishga imkon bo'ldi. Uchinchi qadam albatta bu boshqa mamlakatlarga chiqish. Buni ko'proq o'zini bozorini ochish mamlakatda. Asosiy shu qadamlar ana muhtaram prezidentimizni
Shavkat Miromonovich davrlaridan boshlab O'zbekiston yangi davrga o'tmoqda. Diplomatiya ochiq O'zbekiston, ochiq siyosat. O'zbekiston o'zini boshqa mamlakatlarga, davlatlarga ochgan bo'lsa, boshqa davlatlar O'zbekistonni boshqacha kashf etdi. Chunki bu mamlakat nafaqat o'zi muammolarini, lekin bu hudud regionlariga e'tibor berib, boshqa mamlakatlarni, boshqa tashkilotlarni jalb qilmagan holda o'zi ichki muammolarni va shu deylik hududda bo'layotgan muammolarni va qo'shnilar bilan yangi muhitni yaratishga ega bo'ldik. Bu juda ham katta bir inqilob degan deylik so'zni ham ishlatsa bo'ladi. Chunki birinchi bosqichda biza qo'shni mamlakatlar nima raqobat mamlakatlar, raqobat deylik muhitda ish yuritgan bo'lsak, bugungi kunda bu hamkorlik muhiti asosida hamkorligimiz rivojlanmoqda. Bu yana qaytadan juda ham katta yutuq. Bu hali deylik juda ham katta ta'sir boshqa mamlakatlarga ham albatta ko'rsatgan va ko'rsatadi. O'ylaymanki, bu namuna sifatida buni deylik qabul qilsa bo'ladi. Endi hozirgi zamonda albatta mana shu yana iqtisodiy diplomatiyaga qaytadigan bo'lsak, boshida masalan iqtisodiy diplomatiyani o'zini maqsadlari bo'lgan bo'lsa, buni mamlakat tan olish yoki investitsiyani, eksportni tashkillashtirish, bugungi kunda yangi bozorlarga kirish va bu endi aytishadi masshtabirованный shaklda, то есть masshtab shaklda boshqa mamlakatlarga kirish va O'zbekiston yangi brendlarni shakllantirgan holda shu mamlakatlarga kirish va strategik deylik rollarni o'ynash. Chunki tomoshabin bo'lgan mamlakat bugungi kunda o'sha tashabbuskor mamlakatga, investor mamlakatga aylanishga o'sha qadam qo'ygan. Albatta shu sohada eng asosiy masala mana iqtisodiy diplomatiyaga qaytadigan bo'lsak, bu eng muhimligi bu nafaqat diplomatlar, deylik rasmiy diplomatlar, elchixonalar, bizning diplomatik korpusimiz, bu butun bizning xalqimizni deylik aktorlar. Bu nodavlat tashkilotlari bormi, davlat tashkilotlar, institutlar, ilmiy tadqiqot institutlar, universitetlar, tadbirkorlar va fuqarolar, fermerlar, mana shu aktorlar, mana shu sohada. Shular davlat siyosati asosida bular ham mana shu deylik harakatga kirishgan. Davlat albatta tegishli sharoitlarni yaratmoqda. Kerak bo'lsa moliyalashtirmoqda, kerak bo'lsa ba'zi masalalarni deylik logistika masalalarini hal qilmoqda. Lekin eng asosiy mana shu jamoa birlashib, mana shu yangi kuch paydo bo'lmoqda. Va mana shu bugungi davrni diplomatiyani bir bosqichi deb deylik asosiy xususiyatlaridan bittasi. Alisher aka, shu iqtisodiy diplomatiya mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, mana davlatimiz rahbari yanvar oyida O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari faoliyatini takomillashtirishga bag'ishlangan majlisda ham mana shu iqtisodiy diplomatiya bo'yicha ham qator bir vazifani qo'yib berdilar. Albatta bu kesimda o'sha diplomatlar bir tomondan shu O'zbekiston Respublikasidagi muassasa va tashkilotlar xalqaro munosabatlar tizimida ishlayotgan bir tomondan, ikkinchi tomondan esa o'sha savdo-sotiq aloqalarini, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirayotgan tadbirkorlar, ishbilarmonlar bir kesimda. Ya'ni bular o'rtasidagi mana shu hamohanglik qanday ta'minlanishi kerak? Bularni yana bir takomillashtirish yo'llari bormi? Bu diplomatlar, davlat tashkilotlari va ishbilarmonlar o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida aytganda. Rahmat, juda ham qiziq savol. Nega? Chunki
eng asosiy kuch diplomatiyada bu hamkorlik. Hamkorlik bo'ladigan bo'lsa, birorta bir yechilmaydigan muammolar bo'lmaydi. Albatta kimdir vazifasi, kimdir majburiyati, kimdir o'zi intilishi bo'lishi shart. Chunki davlat tomonidan tegishli buyruqlar berilgani bilan albatta o'sha ijrochi yoki ijrochilar bu davlat yoki nodavlat tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, xususiy korxonalar bo'ladigan bo'lsa, albatta juda ham katta intilish bo'lishi kerak. Maqsad bo'lishi kerak. Mana shu yerda albatta nimani o'zgartirish mumkin, nimani kuchaytirish mumkin savolga albatta javob shunaqa bo'lardiki, albatta davlat tomonidan aniq strategiya bor. Davlat tomonidan aniq sharoitlar yaratilgan. Endi albatta bu hamkorlikni kuchaytirish maqsadida bu strategiya tadbirkorlar, deylik, fermerlarni, tarmoqlarni strategiyasi uni ham aniq va deylik strategik yo'nalishlarni ko'zlagan strategiya bo'lishi shart. Mana shu yerda hali ancha ishlashimiz kerak. Masalan, mana hozir imkoniyat bilan foydalanib xorijiy mamlakatlardan ko'p mutaxassislarni olib kelishimiz mumkin. Davlat tomonidan ba'zi mana shu mutaxassislarni olib kelayotganimizda ham buni ham deylik uni pullarini qoplanib bir ish bo'lmoqda. Bundan tashqari mana kadrlarni ham tayyorlash masalasi ham ancha juda ham yaxshi rivojlanmoqda va mana shu universitetlarda, mana bizning universitetimizda ham maxsus sohalar bo'yicha kadrlarni tayyorlamoqda biz. Lekin shu bilan birga kadrlar bugun kerak. Bugun bo'ladigan kerak, shu kerak bo'lgani uchun albatta yangi usullarni qidirishimiz kerak. Shu mana shu tadbirkorlar bilan elchilar uchrashuvidan keyin Savdo sanoat palata tashabbus bilan chiqqan bir yangi tizimni, yangi kompetensiya bir ko'nikmalarni rivojlantirish markazini tashkil qilish tashabbus bilan chiqqan. Maqsad bu yangi imkoniyat tadbirkorlarga endi asosan mana shu biza xorijiy mamlakatlarga o'zi chiqqan, eksport qilayotgan yoki investitsiyani jalb qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yana qo'shimcha ko'mak berish. Ularni deylik ham strategiyani shakllantirish, shu xorijiy mamlakatlarga kirish yo'llarini, bundan tashqari xorijiy mamlakatlarni deylik shu ko'rinmaydigan muammolarni ko'rsatgan holda va ularga elchixonalarni 100%, 200% foydalanish imkoniyatlarini o'rgatish maqsadida mana shu markaz tashkil qilmoqda. Bundan tashqari albatta ikkinchi masala bu o'sha aloqa. Tadbirkor albatta birinchi navbatda tez qarorlarni qabul qilmoqchi. Chunki eksport qiladigan bo'lsa, bu bir kun, bir daqiqa, bir soniya bu ham juda ham katta deylik qimmatga ega. Shu uchun albatta byurokratik elementlar yo'q qilish uchun bu ham muhtaram prezidentimiz qarori asosida yangi tizim yaratilmoqda. Bu biznes hamroh degan yangi tizim, bu platforma, raqamli platforma tashkil qilyapti. Shu uchun bu raqamli diplomatiya deyotganimizda albatta raqamli instrumentlar bo'ladigan bo'lsa, raqamli bir vositalar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda haqiqiy raqamli diplomatiyaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yangi imkoniyat to'g'ridan to'g'ri tadbirkorlar masalan axborotga ega bo'lish, nafaqat O'zbekiston deylik qonunchilik yoki qanaqadir deylik ruxsatnomalar, litsenziya va shunga o'xshagan deylik xizmatlarni, davlat xizmatlarini yoki nodavlat xususiy sektorlarning xizmatlarini deylik oson yo'li bilan foydalanish, lekin xorijiy mamlakatda bor xizmatlarni mana shu yo'nalish orqali raqamli platformalar ularga foydalanish uchun imkoniyat berish harakat qilmoqda. Bundan tashqari yangi shu platformaning ichida yangi tizim, yangi bu alohida platforma emas, lekin bu bir element. Bu
biznes diplomatiya degan elementi bor. Biznes diplomatiya elementi o'sha yerda tadbirkorlar, murojaatlar to'g'ridan to'g'ri tegishli tashkilotlarga, davlat tashkilotlariga yoki kerak bo'lsa bir tarmoq tashkilotlarga, tarmoq uyushmalarga yoki konsalting kompaniyalarga to'g'ridan to'g'ri yetkazib berish va sun'iy intellekt foydalangan holda uni tahlil qilish va tez ravishda bunga javob berish. Javob berish degani bu unga yordam berish. Uni qo'ygan maqsadga erishish maqsadda unga yordam berish. Bu eng muhim masala. Chunki bugungi kunda biz bilamiz, endi juda ham ko'p muhtaram prezidentimiz tomonidan, hukumat, vazirlar mahkamasi tomonidan muloqotlar tashkil qilinmoqda. Bu muloqotlarda muhtaram prezident to'g'ridan to'g'ri o'zi mana shu muloqot qilmoqdalar tadbirkorlar bilan. Lekin tadbirkorlar soni ko'paymoqda. Xorijiy mamlakatga chiqayotgan eksportyorlar ham juda ham bir tez ravishda ko'paymoqda. Investitsiyaga jalb qilayotgan, lekin O'zbekistonga qiziqish bildirgan investorlarning soni ham nihoyatdan katta bir raqamlarga aylanmoqda. Mana shu paytda albatta mutaxassislar, yangi mutaxassislar, yangi diplomatlar. Chunki diplomat elchi bo'ladimi yoki boshqa diplomat elchixonada ishlaydigan bo'lsa, bu eshikni ochadigan bir vosita. Lekin eshikni ochgani bilan o'tga kiradigan deylik tadbirkor u ham tayyor bo'lish kerak. Chunki qaysi qadam bilan, aytamiz 10 qadam bilan oldinga yurish kerak. Chap yoki boshqa qadam bilan tushiradigan bo'lsa, aytishadi bu mamlakatda bu balki qabul qilmas. Lekin bu ham juda ham katta bir san'at. Bu san'atni o'rgatish uchun albatta ham xorijiy mutaxassislarni, ham ichki deylik mahalliy mutaxassislarimiz yetarli darajada jalb qilishimiz mumkin. Eng asosiy tadbirkorlar shu narsaga tayyor bo'lish kerak. Shu muammolarni tushunib, albatta imkoniyat bilan foydalanish kerak. Mana shu yerda yana qaytadan diplomatlarning roli juda ham katta. Chunki bular bizning vakillarimiz xorijda. O'tdagi axborotni O'zbekistonga yetkazish, har xil mamlakatlarni deylik har xil xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qilib, shuni yetkazib berish bu juda ham katta vazifa. Shu vazifani biz 10 yil ichida emas, 1 yil ichida amalga oshirishimiz mumkin. Nega? Chunki men har doim aytaman, bugungi kunda bu imkoniyatlarning eshiklar ochilgan. Darvoza deyish qiyindir, lekin eshiklar ochilgan. Lekin bu eshiklar doimiy ravishda ochiq bo'lmaydi. Fursat bilan foydalanib, mana shu eshiklarga kirishimiz kerak. Yevropa mamlakatlariga, Amerika mamlakatlariga, bu Shimoliy Yevropa, Amerika yoki Janubiy Amerika bu bizning bozorimiz. Afrika mamlakatlariga albatta kirishimiz kerak. Bu juda ham katta bozor. Bu mamlakatlar hozir deylik mana shu geosiyosiy o'zgarishlarga inobatga olib, ba'zi mamlakatlardan importni ham to'xtatmoqda. Bu O'zbekistonga imkoniyat. Shuning uchun masalan mana Iroq, Suriya mamlakatlari bilan hozir ish boshlaganimiz albatta bu bejiz emas. Bu mamlakatlar 150 million aholisi bor. Mana shu ikkita mamlakatni birga oladigan bo'lsak, shu mamlakatlarda 90% mahsulotlar, masalan O'zbekistonda chiqariladigan o'xshagan mahsulotlarni ular import qilishadi. Bu juda ham katta imkoniyat. Lekin albatta birinchi navbatda sifat, sertifikatsiyalashtirish. Bundan tashqari bu biznesni shu xalqaro standartlarga va deylik madaniyatga moslashtirish masalalar. ESG standartlar, barqarorlik deylik tizimga o'tish, raqamli transformatsiya qilish, sun'iy intellektni ishlatish. Mana bu hamma bu nafaqat tadbirkorlarning vazifasi, bu iqtisodiy diplomatiyaning vazifasi. Shuning uchun albatta kim bugungi kunda sun'iy intellektni bilmaydigan bo'lsa yoki raqamlashtirish masalasida sust bo'ladigan bo'lsa, kiber xavfsizlik masalalarini tushunmaydigan bo'lsa, albatta biz
bu insonlar, bu diplomatlar albatta juda ham zaif bo'ladi. Men ishonamanki, siz maktabni to'g'risida gapirdingiz. Albatta shu o'tgan davrda albatta maktab shakllantirilgan. Lekin maktab deganimizda bu mana hozir zamon tez o'zgarmoqda. Shuning uchun albatta maktab shakllantirilgan bo'lsa ham, lekin u doimiy ravishda rivojlanishi kerak, takomillashtirish kerak. Bu shuning uchun men yaxshi ko'radigan bir tizim bu Kaizen, yapon sistemi. Doimiy ravishda takomillashtirish. Mana shu tizimni albatta biz joriy etishimiz kerak. Ham diplomatiya sohasida, ham boshqarish masalasida, davlat tashkilotlarida va albatta bu biznes jamoada ham shu tamoyillar albatta amalga oshirilishi kerak va qabul qilinishi kerak. Ishonamanki, shu hamkorlikda ko'p natijaga albatta erishishimiz mumkin. Alisher aka, siz o'zingiz chiqishingizda bir necha bor sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalarni rivojlanishi to'g'risida gapirib o'tdingiz. Haqiqatan bugungi kunda shu sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalarni rivojlanishi diplomatiya oldida xuddi bir o'ziga xos trigger vazifasini bajaryapti. Umuman mana shu yangi sharoitlarda diplomatlar mana shu yangi vujudga kelayotgan sharoitlarda, voqelikda diplomatlar o'zlarining ishlarini, faoliyatlarini qanday tashkil qilishlari kerak? Qaysi jihatlarga ahamiyat berish kerak? Qaysi yangi ko'nikmalarni hosil qilishlari kerak? Birinchi navbatda albatta biz zamon bilan birga yashashimiz kerak. Chunki kundalik o'zgarishlar bo'lmoqda. Mana sun'iy intellektni oladigan bo'lsak, kundalik yangi neyrosetlar vujudga kelmoqda. Albatta bularni ham bir kuzatib va har doim shunga e'tibor berishimiz kerak. Chunki bir tomondan bu juda ham katta imkon, ikkinchi tomondan bu juda ham katta xavf. Xavf qaysi tomonda? Bu kiberxavfsizlik tomonda. Chunki masalan biz kundalik ishlatadigan neyrosetlarni ishlatadigan bo'lsak, albatta biz e'tibor bermaymiz. Qaysi axborotni qo'yayotganimizni, uni tahlil qilayotgani, bu juda xursand bo'lamiz. Uni tahlil berib, bizga juda ham qiziqarli takliflarni beradigan bo'lsa, tekstlarni shakllantiradigan bo'lsa, lekin har bitta maxfiy hujjatlarni o'tga qo'yish mumkin emas. Inson omili bor-da. Albatta. Shuning uchun nima mumkin emasligini albatta qoidalarni shakllantirishimiz kerak. Qonun qabul qilingan. Lekin qonun bu albatta umumiy deylik xalq uchun juda ham muhim, lekin davlat tashkilotlarida, bundan tashqari shu diplomatiya sohalarida alohida qoidalar ham shakllantirish kerak. Raqamli diplomatiyaga qaytadigan bo'lsak, yana bu asosiy uni maqsad boshida Amerika buni shakllantirilganda, bu Ironga qarshi o'zi tashkil qilingan bir yo'nalishli bu messenjerlarni ishlatgan, bu ijtimoiy tarmoqlarni deylik ishlatish. Bu sohasida albatta biz yana bir imkon sifatida ko'rishimiz kerak, chunki bugungi kunda mana O'zbekistonni oladigan bo'lsak, hamma Telegramni foydalanadi. Lekin bir tahlil qiladigan bo'lsak, biz iqtisodiy diplomatiya uchun shu tarmoqlarni ishlatamizmi, yo'qmi? Albatta ishlatamiz. Qanaqadir guruhlarni tashkil qilishimizda, qanaqadir deylik chatlarni ochish uchun, bundan tashqari deylik botlarni tashkil qilinadi, lekin e'tibor berishimiz kerak, bu deyarli butun xalqimiz mana shu Telegramni ichida. Albatta bu nafaqat O'zbekiston, bu sobiq Sovet ittifoqi deylik mamlakatlar shu Telegram bilan foydalanmoqda. Bu juda ham kuch, lekin bu bilan o'rganishimiz kerak. Qaysi yo'l bilan biz o'zimizni siyosatimizni shu imkoniyatlar bilan deylik oldinga surishimiz mumkin. Chunki eng asosiy maqsad mana shu tarmoqlarni bu ongizni o'zgartirish. Bu
Amerika siyosati bo'ladimi, bugungi kunda bu Rossiya bo'ladimi, Ukraina yoki boshqa mana Iron bir deylik urushlarga e'tibor beradigan bo'lsak, inqiroz masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta ikki tomonlama o'zini deylik siyosatini oldinga surishga harakat qilishadi. Lekin O'zbekiston o'zini siyosatini oldinga surish maqsadida albatta o'zimizning diplomatlarimiz, davlat tashkilotlar deylik to'g'ri siyosatni olib borish kerak va to'g'ri deylik ishlarni amalga oshirish kerak. Mana shuni o'rgatishimiz kerak. Bundan tashqari yana chaqiruv qanaqa? Bu Telegram faqat shu SNG mamlakatlarda rivojlangan, lekin WhatsApp bu Yevropada yo boshqa deylik arab mamlakatlarida juda ham yaxshi rivojlangan. Qaysi yo'l bilan biz uni ishlatmoqdamiz? To'g'ri, bugungi kunda Facebook, LinkedIn, undan tashqari ham boshqa messenjerlar ishlatilmoqda. Lekin qaysi darajada biz o'zimizni siyosatimizni oldinga surish maqsadida uni ishlatmoqdamiz? Qancha bizning mutaxassislarimiz bor? Kim buni tizimli ravishda deylik olib bormoqda? Chunki har bir siyosatda albatta o'zini deylik uni egasi bo'lish kerak. Shuning uchun mana Xudoga shukr, mana muhtaram prezidentning tashabbuslari bilan diplomatik akademiya tashkil qilingan. O'sha yerda ham shunaqa bir darsliklar o'tilmoqda, lekin bu yetarli emas deb o'ylayman. Chunki har bittamiz, har bitta talaba, har bitta O'zbekiston fuqarosi u ham albatta bu xalq diplomati. Uni deylik imkoniyatlari bu butun olam ko'rish mumkin. Ular fikrlarni bu sohasida ham biz mutaxassislarni tarbiyalashimiz kerak. To'g'ri axborot berish, to'g'ri tahlil qilish, bu deylik haqiqatni bekitish emas. To'g'ri haqiqatni yoritish. Biz birinchi navbatda muammolarimizni o'zimiz ko'rib, ularni bartaraf qilish yo'lini biladigan bo'lsak, bizdan kuchli mamlakat bo'lmaydi. Lekin ba'zi paytlarda masalan kimdir uni bekitadigan bo'lsa, uni qo'rqib yoki faqat O'zbekistonda joriy qiladigan ommaviy axborot vositalaridan ishlatadigan bo'lsak, albatta bu bizning zaif tomonimiz deb hisoblanadi. Yana bitta element, yana shu diplomatlarga tegishli. Qaysi yo'l bilan deylik sun'iy intellekt agentlarini tashkillashtirish? Chunki bugungi kunda albatta biz ko'p gapiriladi mana shu sun'iy intellekt agentlar to'g'risida. Chunki bu deylik oddiy neyroset emas, bu agent. Tegishli promptlar yozilgan. Prompt engineering deyiladi. Endi bu birinchi qadam edi, ikkinchi qadam edi prompt engineering. Endi mana hozir agentlikka o'tadigan bo'lsak, Xitoy bir nechta agentlarni tashkil qilgan. Manus deylik, Kimi degan agentlar hozir deylik har bitta neyrosetlarda o'zini agentlik deylik tizim yaratilmoqda. O'zbekiston shu sohada, diplomatiya sohasida ham baribir mana shu agentlarni tashkillashtirishimiz kerak. Sabab biz albatta mana hozir bir nechta 40 dan ko'proq mamlakatlarda o'zini vakolatxonalarimiz bor. Lekin aloqalarimiz bir 200 ga yaqin mamlakatlar bilan bor. Albatta shu mamlakatlar bilan biz mutaxassislarni yoki ularni bu shu mamlakatlarda bo'layotgan iqtisodiy yoki siyosiy o'zgarishlarni tahlil qilishimiz uchun albatta bizda vositalar kerak. Shu vositalar albatta mana shu sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan foydalanishimiz kerak. Deylik virtual elchixonalar, virtual deylik vakolatxonalar tashkillashtirish. Shu realni bo'lishi mumkinmi? Nafaqat bo'lishi mumkin, mana hozir biz Savdo sanoat palatada shu masalasida ustida albatta ishlamoqda biz. Va birinchi navbatda mana shu biznes diplomatiya deganimizda bu nafaqat axborot almashish, bu interaktiv xizmatlar. Bundan tashqari bu nafaqat tadbirkorlarga ko'mak, lekin tadbirkor qaysi yo'l bilan diplomatiyaga yordam berish masalasini ham ko'rmoqda biz. Startaplarni jalb qilish va yangi usullarni topish. Bu endi xabaringiz bor, bu Голубой okean bir konsepsiya bor. Bu to есть bugungi
biz bugun diplomatiyaga shu Голубой okean konsepsiya bilan qarashimiz kerak. Kecha umuman xayolga kelmaydigan narsani shakllantirish imkoniyati bor. Shuning uchun albatta lekin biz yana bitta muammo bor bu sohada. Raqamli diplomatiya deyotganimizda yoki raqamli transformatsiya jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsa, IT sohasidagi mutaxassislar faqat shu masala bilan shug'ullanishi mumkin deb hisoblanadi. Bu juda ham katta xato. Chunki eng asosiy loyihani egasi, loyihani texnik hujjatlarni tayyorlaydigan insonlar bu mana shu diplomatiyada albatta diplomat. Birinchi navbatda eng deylik shu avangardda turgan elchixonalar. Chunki ular birinchidan xorijiy mamlakatlar o'zgarishlarni yoki yangi texnologiyani kiritayotgani nafaqat kuzatib, lekin shularni ishlatib va O'zbekistonda unga o'xshagan yoki undan ustuvor bir texnologiyani yaratish maqsadida albatta harakat qilishimiz kerak. Bu narsani siz so'raganingizda qilsa bo'ladimi? Nafaqat bo'ladi, buni qilishimiz shart. Yoshlarimiz nihoyatdan ko'p. Men har doim solishtiraman, masalan 10 millionga yaqin bir yoshlar bo'ladigan bo'lsa, buni hozir 10 million emas, bir taxminan bir 16-17 million yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bir startap mamlakat Isroilga e'tibor beradigan bo'lsa, shu 10 million o'zi hammasi aholisi yoshlarni oladigan bo'lsa, undan ham kam. Bu juda ham katta salohiyat. Lekin bu salohiyatni albatta to'g'ri ishlatishimiz kerak. Har bitta universitetda, mana bizning universitetimizda ham mana shu yosh tashabbuskorlar, startaplar paydo bo'lmoqda. Lekin nima yordam ularga kerak? Ularga albatta mutaxassislar, domlalar to'g'ri yo'nalishlarni birga ishlab, yangi g'oyalarni, yangi loyihalarni amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Mana shu masalada albatta tajribani xorijiy mamlakatlarda, elchixonalardan o'rgangan holda va bundan tashqari yangi komandalarni. Biz hozir masalan O'zbekistonda komandalarni tashkil qilyapmiz, lekin xorijiy mamlakatlarda bizning vatandoshlarimiz ko'p. Bu ham yana iqtisodiy diplomaga qaytadigan bo'lsa, kim o'sha aktorlar? Mana shu o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan bizning vatandoshlarimiz. Albatta ularning orasida naryoqda Google'da ishlaydiganlar, Apple'da ishlaydiganlar, mutaxassislarimiz bor. O'sha Silikon deylik vodiyda o'zini faoliyatini ko'rsatayotganlar, universitetlarda Stanford bormi, Harvard universitetlarida ular o'qiyotgan yoki dars berayotgan mutaxassislarimiz bor. Lekin mana shu yerda mana diplomatiya o'zini yo'llar bilan, albatta o'zining imkoniyatlari bilan biz bularga yo'lni topishimiz kerak. Bu bir paytlarda bitta loyihani biz amalga oshirmoqchi edik. Hali ham buni hozir harakatda biz bu Silk Road to the Silicon Valley degan. Ipak yo'li orqali Silikon vodiyga yo'l yuritish. Albatta bu maqsad qanaqa? Oldingi Ipak yo'lini yangi shaklga aylantirish. Lekin O'zbekiston va O'rta Osiyo o'sha qadimiy Ipak yo'lda qanaqa rolni o'ynagan bo'lsa, bugungi kunda O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlar xuddi shunaqa yangi rolni o'ynashi mumkin va o'ynamoqda. Mana O'zbekiston birinchi qadamlarni shu sohada boshlagan bo'lsa, lekin albatta diplomatik korpus orqali va biznes bilan birgalashgan holda, davlat tashkilotida birlashgan holda, menimcha yangi haqiqatan umuman deylik boshqa shaklda, yangi shaklda hali Xitoy mamlakatlar yo Xitoy boshqa katta Hindiston deylik texnologik Amerika texnologik rivojlangan mamlakatlarga nisbatan biz o'zimizni salohiyatimiz asosida yangi texnologik yo'nalishlarni boshlashimiz mumkin. Shu sohada albatta diplomatlarimiz nihoyatdan katta rol o'ynashi shart.
Albatta siz aytganlaringizdan shu muhim xulosaki, albatta sun'iy intellektning rivojlanishi bu progressiv holat, lekin inson omili baribir bu jarayonlarni boshqarib turadi va tashabbusni aslo qo'ldan berishi kerak emas. Misol uchun shu sun'iy intellektlar tomonidan tayyorlanadigan tahliliy hujjatlar bu o'z yo'liga. Chunki bu tahliliy hujjatlarda inson omili yo'q, o'zingiz aytganingizdek. Ya'ni bu yerda ba'zi bir xususiyatlar, o'sha hissiyotlar, o'sha maxfiy ma'lumotlar, shaxsiy kontaktlar, shaxsiy tajriba, davlat xavfsizligi, davlat manfaatlarini afsuski sun'iy intellekt hech qachon nazarda tutmaydi. U faqat shu siz solgan ma'lumotni chiqarib beradi. Albatta. Va qanaqadir mavhum xulosalar bilan. Lekin inson omili borki, inson albatta bu ma'lumotlarni olish kerak, yana bir bor tahlil qilib, yana bir chiroyli tahliliy materiallarni yozsa bo'ladi degan fikrdamiz. Albatta. O'zi sun'iy intellektni rivojlanishda ikkita delik imkoni bor. Yo sun'iy intellekt bizani boshqaradi yoki biz inson uni boshqaradi. Shuning uchun bu hammasi o'zimizga bog'liq. Masalan, biza sun'iy intellektni bir qadam, 10 qadam oldin bo'lgani bilan ba'zi sohalarda, albatta tahlilda, boshqasida, lekin uni boshqarish masalasida albatta insonni hech kim o'rnini hech kim olib bora olmaydi. Shuning uchun shu narsaga albatta e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun boshida men aytganimdek, mana shu sohada birinchi navbatda o'rganishimiz kerak. Tinmasdan kundalik ishlashimiz kerak. Talabaga keladigan bo'lsak, albatta mana diplomatiya sohasida ular ba'zi talabalar savol berishadi. Biza nazariy tomondan masalan o'rganayotgan narsalarimiz bizga bir foyda keltiradimi? Albatta biza hozir metodikani ham o'zgartirishimiz kerak. Masalan, mana bir misol. Bu tilga tegishli. Masalan, tilga. Mana xorijiy mamlakatlarda bizani mutaxassislarimiz ishlamoqda, juda ham yaxshi bir natijaga erishgan. Shu bilan birga ba'zi bizani deylik fuqarolarimiz xorijiy mamlakatga borganlarida albatta bir muammoga duch bo'lib qolishadi til masalasida. Yo ingliz tilida bo'ladimi, rus tilida bo'ladimi yoki hozir boshqa mamlakatda bo'ladigan bo'lsa, boshqa tilni ham deylik o'rganishga to'g'ri keladi. Mana koreys tili yoki yapon tilini o'rganishga. Shuning uchun bu juda ham katta imkoniyat. Biz mana shu tilni o'rgatish uchun albatta yangi metodikalarni o'zimiz kiritishimiz kerak. Nega? Chunki o'zbek tili o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Shuning uchun biz tilni o'rgatayotganimizda masalan o'zbek tili uchun metodikani yaratishimiz shart. To'g'ri, hozir biz ko'p qo'llanmalarni deylik rus tilidan yoki ingliz tilidan olib o'zimiz uchun buni shakllantirganmiz. Lekin bu har bitta til, har bitta o'zini tegishli tilga asosida shakllantiriladi o'sha metodikalar. Shuning uchun bu yerda hozir sun'iy intellektni buni ishlatgan holda, buni imkoniyatlarni ishlatgan holda metodikalarni kiritadigan bo'lsak, u yerda intensiv kurslarni tashkil qilishimiz mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bugun zamon shunaqa o'zgargan va bizani aloqalarimiz shunaqa tez rivojlanmoqda. Har bitta tilni baribir o'rgana olmaymiz. Qanaqa polyglot bo'ladigan bo'lsangiz ham baribir hamma tillarni o'rgana olmaysiz. Shuning uchun bu yerda ham yana raqamli texnologiya va sun'iy intellektni imkoniyat bilan foydalanishimiz kerak. Mana Xitoy hozir bu sohada juda ham katta islohotlarni amalga oshirib, hozir tarjimonlarni tashkil qilgan. Lekin sinxron bir tarjima masalasi hali ham delik sal sustroq. Mana shu yerda biz e'tibor berishimiz kerak. Nima uchun? Chunki hozir bu tarjimonlar rus tili, ingliz tili, fransuz tili, eng ko'p xorijiy mamlakatlar ishlatadigan tillarni ishlatmoqda. O'zbek tiliga boradigan bo'lsak, o'zbek tilida albatta muammolar bor. Uni yaxshi tarjima qilmaydi. Sabab Xitoylarning muammosimi bu yo O'zbekistonning muammosi? O'ylaymanki, bu O'zbekistonning muammosi. Chunki buni dataset deyishadi, buni
o'zbek tilini sun'iy intellektni o'rgatish uchun bu ham vaqt, mutaxassislik, bundan tashqari uni bazani yaratish kerak. Chunki bizda shevalarimiz bor. Biz hammamiz gapirayotganimizda albatta har xil shevalarni ishlatamiz. Mana toshkentliklar, Farg'ona bo'ladimi, Surxondaryo, Qashqadaryo. Lekin bu sun'iy intellekt buni tan olmaydi. Bu masalan adabiy tilni o'rgatgan bo'lsak, bu adabiy tilni ishlatmaydigan bo'lsangiz, albatta u sizga noto'g'ri tarjima qilib beradi. Lekin bu ham vaqt talab qiladi, lekin shu narsani harakat qilishimiz kerak. Endi misol tariqasida bitta Sura degan bir sun'iy intellekt bir neyronka bor. Bu ashulani, deylik, muzikalarni yozadigan sun'iy intellekt. Men bitta she'r yozib, undan keyin bu o'zbek tiliga uni tarjima qilib, sun'iy intellektni asosida muzikani yozmoqchi edim. Lekin juda ham ajoyib muzikani yozdi, lekin ashula afsuski juda ham o'zbek tili, turk tili, yana boshqa tillarga o'xshab ketmoqda. Albatta uni ichiga kirganingizdan keyin shu ma'lum bo'ladiki, mana shu narsalarni albatta biz rivojlantiradigan bo'lsak, birinchi navbatda bizning aholimiz bemalol uni to'g'ri foydalanishi mumkin bo'ladi, xatosiz. Ikkinchidan, bu boshqa mamlakatlarni ham, masalan, mamlakatlarda ham biz o'zbek tilini joriy etishimiz mumkin bo'ladi. Chunki xorijda bizda qancha hozir bizning vatandoshlarimiz yashaydi, albatta ular darsliklar, bundan tashqari men hozir aytganimdek, ularga ham hozir nima talab, ular tomonidan qanaqa talab, tez o'zbek tilini o'rganish, o'zini bolalarini, deylik, nevaralarini o'zbek tiliga, deylik, o'rgatish, adabiyotni o'zbek tilida o'qishni harakat qilishmoqda. Bu sohada nafaqat yana qaytadan tadbirkorlar, nafaqat davlat tashkilotlar, lekin bizning vatandoshlarimiz o'zini hissasini kiritmoqda. Diplomatlar albatta juda ham katta ko'mak ko'rsatishmoqda, lekin birlashgan holda bu sohaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Chunki mana e'tibor beradigan bo'lsak, Britaniya, British Council, Germaniyani Goethe instituti, Fransiya, deylik, Allians va Hugo instituti, Xitoy, deylik, Konfutsiy institutlari, mana birinchi Yaponiya markazlari, birinchi navbatda albatta tilga e'tibor berishadi. Shu o'zini tilni, o'zini madaniyatni, bu deylik soft power, yumshoq kuch orqali uni kiritish. Mana shu sohaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Chunki mana bizning universitetimiz albatta mana shu yumshoq kuch mutaxassislarni tarbiyalashga maqsad qilgan. Mana shu sohasida deylik xalqaro diplomatiya, diplomatlarni tarbiyalashga maqsad qo'ygan. Chunki bu soha juda ham muhim. Rasmiy diplomatiya va norasmiy diplomatiya albatta bir-birini takomillashtiradi. Bir-biriga deylik ko'mak beradi. Lekin insonlarni, deylik, xodimlarni yoki insonlarni va deylik aktorlarni hisob qiladigan bo'lsak, rasmiy yo'nalishda bir nechta mingta bizning diplomatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, taxminan diplomatiyaga oid va qobiliyatli mutaxassislarni oladigan bo'lsak, xususiy sektor yoki nodavlat tashkilotlar, bu millionlab bizning xalqimizni hisoblaydigan bo'lsak, millionlab talabalar, boshqalarni hisoblaydigan bo'lsak, bu millionlab mutaxassislar, diplomatlar bo'lishi mumkin. Albatta bu katta kuch, bu katta imkoniyat. Mana shu bilan albatta shug'ullanishimiz kerak va universitetlar yana qaytadan nafaqat xorijiy mamlakatlardan universitetlarni jalb qilishimiz kerak. Biz o'zimizni mutaxassislarimizga ko'mak berib, ularni tarbiyalashimiz kerak. Mana bu savolni bermasdan men asli iloji yo'q, bir savolni o'zim rejalashtirgandim. Alisher aka, siz chet ellarda ko'p yillar davomida
elchilik vazifasini bajarayotgan paytingizda ko'p og'ir vaziyatlar, go'yoki hal qilinmaydigan vaziyatlar, chorasi yo'q vaziyatlar ham bo'lgan va siz va sizni jamoangiz bu vaziyatlardan sharaf bilan chiqib ketgan. Endi yoshlarimiz uchun, talaba yoshlarimiz uchun mana shu motivatsiya berish uchun shunday faoliyatingizdan misollar keltirib bera olasizmi? Shunaqa voqealar bo'lganmi? Yaxshi, juda ham ajoyib savol, chunki bunaqa vaziyatlar kundalik bo'lgan. Albatta, bilamiz. Chunki birinchi shu mustaqil bo'lganimizdan keyin birinchi shu elchilar, elchixonalar albatta doimiy ravishda mana shu vaziyatda bo'lgani bu tabiiy bo'lgan. Lekin bir ikkita voqealar albatta bir esda qolgan, chunki bu deylik kritik bir jihatda bo'lgan vaziyatlar. Situatsiya na grani fola deydi-ku ruslar. Da, shunaqa. Ну, bittasi shunaqa bir AQSh bilan biz shartnoma birinchi shu bizning tariximizda shartnoma tuzishimiz maqsadda bizani bir tashrif buyurganmiz, kichkina bir delegatsiya. Hurmatli o'shanda vazir Sultonov To'xtamurodovich ular rahbar bo'lganlar. O'sha delegatsiyani rahbari sifatida rahmatli muhtaram Tashabayev Farhod Gulamovich o'shanda elchi bo'lganlar AQShda. Biz bir nechta men yana ikkita tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligini bitta xodimi, bir yurist, bitta elchixonadan ikkita xodim mana shu delegatsiya tarkibida bo'lgan. Katta emas, lekin muhim masalani hal qilishimiz kerak. Birinchi shu bizning tariximizda birinchi shartnoma bu investitsiyaga tegishli shartnoma. Lekin albatta biz ancha tayyorlaganmiz o'sha deylik shu переговорlarni olib borishga. Lekin o'tga borganimizda birinchi navbatda bizga muddat qo'yilgan. 3 kun ichida biz hamma shu muloqotlarimizni bitirgan holda shartnomaga yo qo'l qo'yishimiz kerak yoki qo'l qo'yilmasdan qaytishimiz mumkin. O'sha yerda ikkita shart qo'yishgan. Bittasi bu oltin deylik, oltinga tegishli, ularni chekan qilish, masalan mana shu deylik monetalarni uni chiqarish. Ikkinchisi bu Lend-Lizni qarzni to'lash. Mana shu ikkita ilova. Bu ilovani qo'l qo'ymaydigan bo'lsak, Amerika tomoni bizga shart qo'ygan. Shu ikkita ilova qo'l qo'yadigan bo'lsanglar, o'shanda shartnomaga qo'l qo'yiladi. Lekin shu ilovaga qo'l qo'yilmaydigan bo'lsa, albatta shartnoma tuzilmaydi. Endi biz uchun albatta bu juda ham katta chaqiruv. Nega? Chunki bu birinchida biz boshqa mamlakatlarga nisbatan oltinga ega mamlakat biz. Albatta u paytlarda bo'lmagan bo'lsa ham, lekin rejada o'zimizni oltinni deylik qayta ishlab, kerak bo'lsa daryoda mahsulotlarni chiqarish. O'sha mana hozirgi kunda banklarga kirganingizda o'sha yerda kichkinami, kattami deylik shaklda, har xil shaklda oltin sotilmoqda. Slitkalar. Bundan tashqari medallar ham chiqazamiz. Bundan tashqari kumushdan ham medallar chiqaziladi. Bu bizning huquqimiz. Lekin mana shu hujjat bizani mahrum qilish mumkin hujjat edi. Ikkinchi hujjat bu Lend-Liz masalasida. Lend-Liz masalasida bu qarzdorlik. Sovet ittifoqini qarzdorligini o'zimizga zimmamizga olishimiz kerak edi. Endi birinchi masala bo'yicha deylik biz
bularga ko'rsatganmiz. Mana hozir biz good delivery o'sha sertifikatlarni olganmiz. Biz mana shu sohada o'sha kirganmiz. Bizani oltinimizni eng toza va deylik qimmatbaho sifat tan olgan mahsulot sifatida qabul qilgan bo'lsa, biz albatta bu bizga talab qo'ygan talablarga biz rozi bo'lmaymiz. Bu masalada bir kun muhokama qilgan bo'lsak, hamma hujjatlarni ko'rsatganmiz, albatta sertifikatlarni ko'rsatganimizdan keyin va bizning siyosatimizni ko'rsatganimizdan keyin AQSh tomoni bunga rozi bo'lgan. Lekin ikkinchi masalada ular juda ham qattiq turishgan, yo'q sizlar qarzni to'laysizlar deb. Lekin biz haqiqatan yaxshi tayyorgarlik olib borganmiz. Bu eng muhim masala. Mana hozir mana yoshlarga tegishli masala, diplomatlarga tegishli masala. Borishdan oldin birinchi navbatda albatta hamma narsani yaxshilab puxta o'rganib, nafaqat o'zimizni tayyorgarligimiz, lekin boshqa tomonni simulyatsiya qilib, tayyorgarlikni simulyatsiya qilib, o'shandan keyin nima bo'lish mumkinligini, qanaqa savol bo'lish mumkinligini albatta tahlil qilishimiz kerak. Sun'iy intellekt orqali hozir bu narsani ham qilish mumkin, lekin u paytlarda sun'iy intellekt ham yo'q, internet ham yo'q. Shu bilan albatta har xil usullari bilan, har xil imkoniyatlar bilan hamkorlarni jalb qilgan holda mana shu deylik tayyorgarlik qilganmiz. Bularga hujjat ko'rsatmoqda biz. Bu Parijskiy klub qabul qilgan hujjati. Chunki biz Rossiya bilan 0 degan shartnoma imzolaganmiz. O'sha yerda hamma qarzdorlik bo'ladimi yoki boylik bo'ladimi, xorijiy mamlakatlarda qolgan boyliklar, imoratlar bu Rossiyaga o'tib ketgan qarzlar bilan. Aktiv, passiv, Sovet ittifoqi parchalagandan so'ng. Aktiv, passiv hamma qarzdorlik. Nima uchun? Bu juda ham katta va kuchli qaror qabul qilingan. O'zbekiston tomonidan. Shu qaror asosida bizda hech qanaqa lend-liz orqali qarzdorlik yo'q edi. Panulyam. Lekin shu bizning oldimizda bir 20 taga yaqin mutaxassislar, Amerika mutaxassislar o'tiribdi. Har xil vazirliklardan. Endi ikkita, 3ta yosh mutaxassis narigi tomondan bosim, juda ham katta bosim, vaqt bosimi, mutaxassislar haqiqatan o'tiribdi, har bitta so'zni yaxshilab bizga tushuntirib, har bitta talablarni bizga tushuntirgan holda albatta bosim juda ham katta sezildi. Lekin shunga qaramasdan biz bularga talab qo'ydik. Mana sizlarga hujjat, sizlarga 1 kun muddat. 1 kun ichida buni qabul qiladigan bo'lsanglar, biz qo'l qo'yamiz. Qabul qilmaydigan bo'lsanglar, biz qaytamiz degan gap bilan chiqib ketdik. Bu albatta ular uchun juda ham katta bir surpriz. Surpriz bo'ldi. Chunki kutilmagan holat. Bular hech qachon o'ylamagan, kimdir bularga shart qo'yadi deb. Albatta biz shart qo'yganimizdan keyin bular sal boshqacha yondashuvni boshlashdi. Birinchidan biz ularga tavsiya qildik, sizlarda nima savol bo'ldi? Sizlarning vakillar Parij klubda qatnashgan. Nima uchun bugungi kungacha sizlarda, mana sizlar tayyorlayotganinglarda shu hujjatlarni o'zingizlar bilan olib kelmadinglar. E'tibor qilmadinglar. Mana sizlarga hujjat, kopiya ularni berib qo'yganmiz. Ular olganlaridan keyin albatta biz tekshiramiz deyishdi, lekin albatta hayratda qoldi. Qiziq hol. Shu bilan lekin o'sha kechasi biz uxlamaganmiz. Albatta. Chunki biz bilmasdik. Nima bilan oqibat nima bilan tugaydi. Endi oqibat rostini biladigan bo'lsak, Toshkentga hujjatsiz qaytadigan bo'lsak, bu oxirgi bizani kuldamri bo'lardi. Nimaga? Chunki biz uchun bu sharmanda.
mamlakat uchun sharmanda. O'sha yerga borib, chunki ommaviy axborotlarda axborot berilgan, mana shu hozir tayyorlayapti, shu imzolanadi bunaqa hujjat, lekin afsuski albatta bu hali biza natijaga hali erishmadik. Kechasi bilan uxlamasdan rosa muhokama qilib, O'tkir To'xtamurodovich, Fatoh aka rosa gaplashib, endi hammamiz asablarimiz albatta bir buzilgan holda, lekin o'shanda hech qachon esdan chiqmaydi. O'shanda O'tkir To'xtamurodovich bu aytdilar. Bu bizani mamlakatimizni manfaati. Rozi bo'lishmasa biz qaytamiz. Ishdan ketsak, biz bularni shartlariga rozi bo'lmaymiz. Bu oxirgi qaror. Qaytganimizda prezidentga kirib to'g'ridan aytamiz, prezident buni qabul qiladi, chunki bular bizani bo'lki O'zbekiston manfaatini himoya qilish maqsadida jo'natgan. Shu kechasi ertalab kelsak, yana qaytadan muhokama qilmoqda. Daryoda yana ko'paydi mutaxassislar. Ular bizga yangi argumentlar bilan kelishyapti. Ha, to'g'ri, bunaqa hujjat bor ekan, endi bizda mandat yo'q. Mana shu ikkita ilovalarni bekor qilish, mana shu hujjatni mana shu ikkita ilovasiz imzolashga bizani mandatimiz yo'q. Amerikaliklar aytyapti. Ular adliya vazirligini xodimini chaqirib, alohida bizga shu narsani tushuntirib berishdi. Endi bizani albatta argumentimiz juda ham oddiy bo'lgan. Sizlar katta mamlakatsizlar. Biz ko'ramiz, juda ham ajoyib mutaxassislar bor. Lekin bitta savol. Bizani kelishimizni bilganmisizlar? Ha, bilgansizlar. Mana shu kelishdan oldin tayyorlanib diplomatiyada bir nechta variant bilan tayyorlanadi. Nima uchun sizlar oldindan tayyorlanib faqat bitta variantga tayyor bo'lgansizlar? Yo sizlar zaifsizlar yoki bu yerda boshqa qanaqadir ma'nosi bormi? O'shanda ular aytishdi, bilasizlarmi, biz birorta mamlakatlar bilan bunaqa shartnoma tuzmaganmiz. O'shanda men ularga aytdim. Bolaligimda katta oyimlar menga har doim aytardilar. 11 ta jinni tomdan sakrasa, sen 12-chi bo'lasanmi? Shu uchun dedim, sizlar boshqalar bilan bunaqa shartnoma tuzmagan bo'lsanglar, bu hech narsa emas. Biz mustaqil O'zbekiston mamlakati vakillarimiz. Shu uchun shartnoma tuzadigan bo'lsak, biz O'zbekiston manfaat maqsad qo'yib qo'yamiz. Rozi bo'lmasanglar, biz sizlarga minnatdorchilik bildiramiz, shu bilan O'zbekistonga qaytamiz. Ular time out olishdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin elchixonaga telefon qilib, palonchi paytda imzo qo'yiladigan seremoniya o'tkaziladi deb aytgandan keyin, undan keyin biz o'zimizga keldik. Albatta hammamiz xursandmiz, lekin bu bizga juda ham katta saboq. Maktab bo'ldi. Juda ham katta maktab. Shu uchun mana siz aytganingizdek, mana maktab shakllandimi? Maktab shu orqali shakllanadi. Xatolar, tajribalar, albatta o'zimizni zaif tomonlarimizni ham ko'rdik. Chunki shu paytda ikkita tarjimon. Bu sobiq Sovet Ittifoq delik fuqarolari o'sha yerda bizga tarjimonlik qilishgan. Biz 3 kishi kelganimiz bilan albatta elchixonani xodimi tilni yaxshi bilgan. Endi men ham sal-pal tilni bilganman va shu yuristimiz ham
tili bilgan. Shuning uchun biz masalan o'sha muhokama qilayotganimizda albatta yuridik til juda ham murakkab. Albatta yuridik til. Shuning uchun rosa biz boshida qiynalganimizga qaramasdan biz bulardan voz kechganmiz. Mana shu ikkita tarjimon. Nega? Chunki bu ikkita tarjimon noto'g'ri tarjima qilishgan. Hammasi har doim shu Amerika tomonining tarjima manfaatiga tarjima qilishgan. Bizga gapirgan gaplarimizni sal noto'g'ri tarjima qilib, yana qaytadan tushuntirib berishgan. Shuning uchun endi biz oxiri yetdik, yo'q, kechirasizlar. Bizda to'g'ri, bizda pul bo'lmagan, masalan, mana shu tarjimonlarni jalb qilishga. Bu Amerika o'zi to'lagan, o'zi ularni jalb qilgan. Shuning uchun biz ulardan voz kechib, o'zimiz tarjimani o'zimiz qilib, to'g'ridan to'g'ri muloqotga olib borishga majbur bo'ldik. Albatta qiyin bo'lgan, lekin diplomatiyada bitta gap bor, niyat bo'ladigan bo'lsa, har bitta narsaga erishishingiz mumkin. Chegara hech qanaqa yo'q. Chegara o'zimiz qo'yamiz. O'zbekiston manfaati, davlat manfaati chegara qo'yadi. Qolgan narsa sizning qo'lingizda. Shuning uchun shu imkoniyat bilan foydalanib, albatta shu natijaga erishdik. Alisher aka, bizni podkastimizni ko'plab kelajakda o'zini oldiga diplomat bo'lishni niyat qilib qo'ygan talaba yoshlar tomosha qilmoqdalar. Shu fursatdan foydalanib bir savol. Bizni mehnat bozorimiz yangi diplomatlarga, yangi xalqaro munosabatlar sohasida ishlayotgan mutaxassislarga qanchalik ehtiyoji bor? Va siz mana shu o'sib kelayotgan yosh diplomatlarga qanday istaklar va tilaklar bildirib qolgan bo'lardingiz? Birinchi navbatda shu talab to'g'risida gapiradigan bo'lsak, talab kundalik o'smoqda. Chunki boshida aytganimdek, masalan, diplomat bu nafaqat rasmiy diplomat, lekin bu biznes diplomat yoki ta'lim sohasidagi diplomat yoki deylik meditsina sohasida ham xuddi shunaqa. Ular ham diplomat sifatida masalan o'zini faoliyatini yuritmoqda. Chunki turizm bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u xorijiy hamkorlar bilan baribir muloqot olib boradi, ularga xizmat ko'rsatadi, eksport bilan shug'ullanadi. Mana bu iqtisodiy diplomatiyaga albatta talab nihoyatda katta. Ikkinchi soha bu raqamli diplomatiya. Raqamli diplomatiya bu jurnalistlar, bu albatta blogerlar, bu oddiy deylik insonlar o'zini Facebook'larga, Instagram'ga qanaqadir axborot O'zbekiston to'g'risida qo'yadigan bo'lsa, lekin bu ham ustalik bilan qo'yadigan bo'lsa, O'zbekistonni yaxshi bir xususiyatlarini ko'rsatib, uni imkoniyatlarini ko'rsatadigan bo'lsa, bu 100 ta diplomatdan ham bir ustuvor deb hisoblasak bo'ladi. Albatta shu uchun bunaqa deylik mutaxassislar albatta juda ham ularga juda ham katta talab bor. Bundan tashqari bugungi kunda mana boshida gaplashganimizdek eksport, investitsiya jalb qilish sohasida juda ham katta talab kerak mutaxassislarga. Shuning uchun talabalar qaysi sohada ishlamaydigan bo'lsa, oxiri diplomat ham va elchi ham bo'lishi mumkin. Chunki bugungi kunda mana ko'p elchilarim orasida o'ta mutaxassislar, qishloq xo'jalik mutaxassislar bor, deylik meditsina sohasidagi mutaxassislar bor, lekin birinchi navbatda mutaxassis bo'lish kerak. O'zini sohasini egasi bo'lish kerak. Chunki albatta diplomat bu menimcha kasbdan tashqari bu sal boshqa narsa, bir madaniyat. Bu hayot uslubi. Chunki boshidan bir vujudga ota-onalarimiz bizani vujudga keltirganimizda birinchi diplomatiya ishlarni boshlaymiz, ota-onalar bilan uyda diplomatiya o'tkazamizda, lekin o'sha diplomatiyada biz yutamiz. Nima uchun? Biz nimani talab qiladigan bo'lsak, hammasi ota-onalarimiz bizga yetkazib beradi. Bu birinchi qadam. Lekin buni mana shu xususiyatlarni biz yo'qotamiz borgan sari, lekin albatta bu kasbga aylanadigan bo'lsa, mutaxassislikka aylanadigan bo'lsa, har bitta sohasida birinchi navbatda bu hurmat.
boshqalarni fikrlariga hurmat qilish, xorijiy mamlakatlarni deylik o'rganish, uni madaniyatini o'rganish. Xorijiy mamlakatga borganida albatta O'zbekistonni madaniyatini ko'rsatgan holda, lekin xorijiy mamlakatlardagi xorijiy xalqlarni madaniyatiga e'tibor berib, ularni deylik qabul qilish va ularga hurmat ko'rsatish va izojlash albatta bu juda ham muhim. Buni ham albatta mutaxassislar qilishi mumkin. Bugungi kunda yana mana jurnalistikaga qaytadigan bo'lsak yoki yozuvchilar qancha kitoblar masalan xorijiy mamlakatlar to'g'risida yozilgan o'zbek tilida, o'zbek mutaxassislar asosida. Afsuski ko'p emas. To'g'ri bor yoki lekin yetarli emas. Chunki bizning mutaxassislarimiz xorijiy mamlakatga borgandan keyin o'ttiga deylik muhitni ko'rib, uni o'zini prizmasidan o'tkazib bizning madaniyatimizga ko'rsatadigan bo'lsa, u juda ham katta farq bo'ladi. Mana shu orqali bizning mutaxassislarimizni, talabalarimizni deylik tarbiyalashimiz mumkin. Yana bitta soha bu men o'tgan mana bu raqamli diplomatiya, iqtisodiy diplomatiya va xalq diplomatiya sohalarida albatta mutaxassislar kerak. Yana bitta soha bor, bu nodavlat tashkilotlarni deylik yo'nalish sohasida. Nega? Chunki bugungi kunda albatta bular nodavlat tashkilotlar asosan xorijiy mamlakatlardan grantlarni jalb qiladi. 3-sektor deb aytamiz. 3-sektor. Ular grantlarni qabul qilishadi. Lekin savol tug'iladi. Biz xorijiy mamlakatlarni, bizning siyosatimizni, bizning madaniyatimizni qaysi darajada deylik oldinga surmoqda biz. Bu sohasi bo'yicha alohida ishlash kerak. Ba'zi deylik qiyin endi nima deydi, tarixdan boshlab mana shu qiyin muammolarga duch bo'lganimiz uchun albatta inson huquqlar sohasida mutaxassislar albatta buni ham o'rganishimiz kerak. Chunki bizani masalan ba'zi paytlarda tanqid qilishadi, qanaqadir deylik masalani qo'yishadi, lekin qayerda mana shu mutaxassislar buni ilmiy asosda qanaqadir yo'nalishlarni o'tkazgan holda buni asoslantirib, yo'q, biz to'g'ri ish olib bormoqda biza. Chunki hayot shuni ko'rsatmoqda. Biz nima kiritgan bo'lsak, dinga tegishli masala bo'ladimi yoki deylik ba'zi jurnalistikani rivojlantirish sohasida bo'ladimi? Albatta juda ham ko'p yutuqlarga ega bo'lganmiz. Lekin boshqalar buni qabul qilishmagan boshida. Mana bugungi kunda bular natijani ko'rsatayotganimizda, natijali bo'layotganida albatta uni ular tanimoqda shu haqiqatdan bu to'g'ri yo'l bo'lganini. Lekin mutaxassislar baribir yetarli emas. Bundan tashqari migratsiya masalasi bo'yicha bu ham bitta soha, juda ham muhim soha. Chunki bir necha million bizning aholimiz mana xorijiy mamlakatda yashamoqda va yangi bozor. Bu chunki hozir ichki bozor deyarli yo'q. Mehnat bozori. Bu xalqaro global mehnat bozori. O'zbekiston shu bozorga уже kirgan. Lekin shu sohasida albatta mutaxassislarni hamma deylik mana shu butun value chain deydigan bo'lsak, har bitta element bo'ladigan mutaxassislarni tayyorlash, mutaxassislar bilan ishlash, bundan tashqari moliyalashtirish masalasi, bundan tashqari bularni xizmat ko'rsatish, bularni himoya qilish, yuridik tomonda himoyalashtirish masalasida albatta mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Bu hammasi diplomatiyaga tegishli yoki deylik endi nima deydi? Bu chegarasiz bir yo'nalishlarni ancha ko'p sohalarni yana gapirishimiz mumkin, lekin bu haqiqatan chegarasiz bitta soha. Shuning uchun inson tug'ilganda diplomat bo'lib tug'iladi, lekin keyin faqat kasb sifatida uni balki rivojlantirish mumkin, lekin inson oxirigacha diplomat sifatida deylik hayot kechirish shart. Yaxshi xulosa, juda ham biz mana muhim xulosani chiqaramizki, shundan talabalarimiz
diplomat bo'lish niyatlarida bo'lsalar, bu yaxshi mutaxassis bo'lishlari kerak, yaxshi o'qishlari kerak va albatta turli yo'nalishlarda diplomatiya sohasini turli yo'nalishlarida o'zlarini joylarini topishadi. Albatta. Lekin birinchi eng muhim vazifa bu vatanni sevish kerak. Vatanni sevadigan bo'lsa, uni manfaatini tushunadigan bo'lsa, xalq manfaatlarini tushunadigan bo'lsa, u mutaxassisga aylanadi. Bunga e'tibor bermaydigan bo'lsa, albatta chetda qolib ketadi. Shuning uchun birinchi navbatda har bitta mutaxassis diplomat bo'ladimi yoki boshqa sohada mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, albatta vatan sevarlik, mehnatga e'tibor berish, o'zini ustida ishlash, mehnatkashlik deylik shu narsaga e'tibor beradigan bo'lsa, albatta o'shanda bu ham yaxshi inson, ham yaxshi mutaxassisga aylanishi mumkin. Lekin albatta aytishadi, yaxshi niyat. Har bitta talaba, har bitta yosh o'zi uchun qanaqadir maqsad qo'yish shart. Mana shu eng asosiy deylik ota-onalarning vazifalari deb o'ylaymanki, mana shu niyatni shakllantirish. Chunki hozir siz so'rayapsiz, masalan, mana yoshlarga nima etsa bo'ladi, nima qiladi. Lekin men o'ylaymanki, yoshlardan tashqari ota-onalarga ham, ularni deylik buvalariga, ularni aka-ukalariga hammasi bir iltimos bo'lardiki, endi fursat bilan foydalanib, albatta biza bitta endi katta mamlakat bo'lsa ham bitta mamlakatda yashaymiz. Hamkorlik mana shu diplomatiya, tinchlik, xotirjamlik, barqarorlik mana shu diplomatiyani deylik natijasi. Biz juda ham baxtli insonmiz. Chunki O'zbekistonda tug'ilganmiz, O'zbekistonda yashayapmiz, O'zbekistonda faoliyat yurtmoqda biz. Lekin shu baxtga ega bo'lganlar o'zbeklar, xorijiy mamlakatlarda ega bo'lmaganlar yo'q emas. Albatta ularga imkoniyat berib, mana shu O'zbekistonda mana shu yashashga, faoliyat yuritishga qaysi deylik sababga qaramasdan o'sha xorijiy mamlakatga bo'lganlariga qaramasdan bularga sharoit yaratadigan bo'lsak, albatta mana muhtaram prezidentimiz shu siyosatda olib bormoqdalar. Albatta mana shu yoshlar, ota-onalar mana shunga e'tibor beradigan bo'lsa, kelajakda mana shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun albatta biz hammamiz birgalashib bir jamoa sifatida ish yuritishimiz kerak. O'shanda yaxshi mutaxassislar, yaxshi diplomatlar albatta vujudga keladi. Alisher aka, kattakon rahmat. Ijobiy ruhda, pozitiv notada deydi-ku, bo'lmasam ko'rsatuvimizni poyoniga yetkazishga harakat qilamiz. Biz siz bilan muayyan vaqt ichida xalqaro munosabatlarning turli aspektlarini, diplomatiya bugun ro'para bo'layotgan yangi chaqiriqlarni, diplomat kasbini turli jihatlarini atroflicha muhokama qildik. Siz yoshlarimizga, talaba yoshlarimizga kerakli motivatsiyalarni berdingiz. O'ylaymanki, bizani bugungi uchrashuvimiz juda ham sermahsul va sermazmun bo'ldi. Siz mana shu bizni studiyamizga kelganingiz uchun, vaqt ajratib chiqish qilganingiz uchun avvalambor kattadan katta rahmat. Sizga kelgusi faoliyatingizda yangidan yangi zafarlar, izlanishlaringizda esa yangidan yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va umid qilamiz kelgusi podkastlarimizda jahon siyosatining boshqa dolzarb masalalar bo'yicha yana siz bilan diydor ko'rishamiz. Rahmat katta. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Aziz kuzatuvchilar, bugungi podkastimizni men amerikalik mashhur siyosatshunos Jozef Nayning
quyidagi iqtibosi bilan yakunlamoqchi edim. Axborot asrida diplomatiya faqat argumentlar kuchini emas, balkim yangi texnologiyalar va ta'sir tarmoqlaridan mohirona foydalanish qobiliyatini ham talab qiladi. Menimcha bu iqtibos bugungi bizning podkastimizga mantiqiy nuqta yasaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Alisher aka, mana katta muddat, katta vaqt ichida shuncha masalalarni muhokama qildik. Necha minut bo'ldi? 1,5 soat. 1,5 soat bu rekord. 1 soat 40 minut. 1 soat 40 minut katta rekord bu.